Bugungi kunda jurnalistikamizni eng jiddiy o'ylantirayotgan masalalardan biri bu albatta raqamli muhitga moslashish. Nafaqat moslashish, balki ana shu yangi reallikda, yangi media muhitda rivojlanish haqida gap ketyapti. Misol uchun, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, keyingi 12 oy ichida jurnalistikamizga sun'iy intellekt kirib keldi. Ya'ni nafaqat matn tayyorlashda, balki o'sha grafika tayyorlashda, video tayyorlashda, audio montaj ishlarini amalga oshirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishga e'tibor juda ham kuchayapti. Ya'ni amaliyotda buni jurnalistlarimiz uddalashyapti. Nafaqat markazdagi ommaviy axborot vositalari, balki viloyatlardagi viloyat gazetasi bo'ladimi, hatto tuman gazetalarida ham sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanishni boshlandi. Lekin shu bilan birgalikda bilasizmi, bitta narsaga jiddiy e'tibor berishni men tavsiya qilgan bo'lardim oddiy media ekspert sifatida. Albatta bu qaysi ma'noda imkoniyat, lekin ikkinchi tomonda etika va huquqiy muammolarni ham keltirib chiqarish mumkin. Shu nuqtai nazardan biz har tomonlama professional nuqtai nazardan o'sishimiz kerak deb o'ylayman.